Keyin yoqsak, shunda bu quruqda, shunga yonadi. Mayli, o'rtoqlar quyonni olib, chodirimizni tashlab qo'yamiz, ketdik. Va xarita ham bor bizda. Lekin, bilasizmi nima? Uchi, ket. Qatandыр benzapila. Voy, Maqsudga nimadir qilmadimi? Voy, eshitdinglar, benzapilani ovozi eshitildi. Maqsud! Tirikmi, ha? Maqsud! Qattu. Kim bu? Turmaganni qaranglar shu. Cho, nima bo'ldi? Benzapila bormi qo'lida? Bilmadim, nimaligini ko'rmadim, shuni ustimga keldi, sirazi ichkariga qo'rqib qochib kirdim. Shoshing, chekib o'taylik. Maqsud bizani rostdan aldatdimi? Nima qotdi? Lekin olov yonibdi, ha? Olov yoqdi, yaxshi. Malades, olov yoqibsan. Men buni xarakterini bilaman, brat. 100% kristallay qilib nima bor? Voy, biz buni qo'rqitdik-ku. Ha. Javoban u ham bizdan shuni qo'rqitmoqchi bo'ldi. Shunaqa bo'ldimi uka? Bo'ldi, qarachida, ko'rib turibmiz. Bu paytda biz nimaga Maqsudga ishonmadik? Chunki Maqsud bilsanglar, meni kanalimda juda ko'p videolarda nimagadir har doim ikkizlamachi rolida, nimagadir kimdir aldab ketgan. O'zinglar ham shunaqa deysizlar, Maqsud ikkizlamachi, Maqsud sana yana aldab ketdi deysizlar. Masalan, pauza challenge'da. Va men Maqsudni bu videoni ham xuddi shunaqa obrazga kirib olib turib, bizani qo'rqitmoqchi deb o'yladim. Men juda katta adashgan ekanman. Va buni esa o'zimni boshimga ham shunaqa qo'rqinchli holat tushgandan keyin tushundim. Qarshi o'rtamizda xarita topib oldik va bu hozir biz turgan o'rmonning xaritasi. Va o'rtasida qanday qizil dog' turibdi. Va o'ylashimcha aynan mana shu dog'da Sardor. Endi savol, biz qayerda turibmiz primerni? Biz qarang, mana taxmin momentda bo'lsak, bu yoqqa qarab, ya'ni bu yoqqa qarab yurishimiz kerak. Ha, okey, bu yoqqa qarab yuramiz. Ha, davlat. Hozirmi? Ha, voy. Maxsus olib yoqdi. Men ham qilgan qilig'idan keyin qo'rqityapti-da mana. 100% o'ylashim bo'yicha Biz qo'ygan. hammasi bizning taraf bo'lib. Voy, bular qo'rqitmay. Voy! Voy, Yopmaysan. yo'q. O'rtoqlar, bu nima bo'ldi? Qiyosdan ish qoldi. Qo'limni nimadan tirnab tashladi. Ol tashqarini ol. San chiq, sen operator senga tegmaydi. O'rtoqlar, olovimizni ham o'chirib ketishdi. Eng qizig'i, hali ketishgani yo'q, lekin halitdan boshlayapti. Bu nima edi bu? To'g'risini aytdi, ko'rdingmi? U odammi yo bir 7 oyoqli nimadir? Men maqsad aldadi bo'ladim. Yo, bu qanaqadir manyak bu, onasini. Bila, benzapilasi bor. Tegsa borku o'pirib yuboradi 100%. Yo, u jinni qanaqasi bunday qilib yuribdi? Yo, men просто o'zim o'ldirish uchun shuncha pul to'ladim, yana. Nimaga bunaqa? Nihoyat, eng muhim qo'limizda xarita bor va quyon bor. Quyon go'shtidan shashlik sizdan. Nihoyat, qorong'uchisi qiynalamiz. Shu uchun adoyat olov yoqib ekan. Lekin do'stlar, shonuriylar, menimcha haqiqiy video endi boshlanyapti, o'rtoqlar. Biz просто real qilib o'zimiz chamadonni otdik-ku. Mana hozir keldi. Ragatkani olishga даже 1 sekund vaqtimiz bitir qilib kirib ketdik uyimizga. Yonimizda turish kerak bu narsa. Plus bitta narsa, kimdir nimadir chiqayotgan paytda kimdir qarab turish kerak atrofga. Men просто qarab turaman. Sen olov yoqtiring. O'rtoqlar, men вообще cho'chib ketdim to'g'risi. Chunki bu qanaqadir oddiy narsa emas, o'rtoqlar. Mana qaranglar, o'rtoqlar. Qanaqadir badanim jimlab ketdi deydimi, shunaqa bo'ldi. Eng qizig'i biz video boshida qanaqa jinnilik qildik, qazuq-quzuq qilib, manzaqa paltga qo'rib, xuddi aynashga chiqqanda o'tirdik. Lekin bir so'q tushotdi, ikkinchidan qo'rquv bosotdi, uchinchidan biz o'rmonning qoq o'rtasidamiz. Agar bizga nimadir bo'lsa ham, yordam deb baqirsam hech kim bilmaydi. O't mana bu qo'rqinchli. Hammaylar hozir bolalarga bosim qilib qo'rqitib qo'ymayman, chunki tak qo'rqinch atmosfera. Shuning uchun sizlar просто like bosib qo'yinglar, o'rtoqlar. Давайте, san like keling menga kerak, chunki o'ylashim bo'yicha bunday qattiq hayotimiz kamida 50 ming like arziydi. Va do'stlar, biz shunaqa qilib olovimizni ham yoqib oldik. Hozir biz xuddi shu tarzda kechqurun kuta olamiz. Tashlandik o'rmonda. Ha? Lekin qarang-ki, mana shu Darknetdan bizga hozir har xil qo'rqinchli topshiriq tushyapti-yu. Okey. Mashinani hozir qorong'ida ham bajara olishimiz kerak, ishonsiz. Nima chaqirding meni o'zi? Aka, qo'ya hamma qo'rqardi. Boshqa kim chaqirma. O't komment o'zingiz yozib qoldiringlar. Gambit jasur va qo'rqmas, to'g'rimi? O, menga motivatsiya bo'ldi buga. Ha, все, ani men qutqaring. Qo'y bilib o'zishdi. No 100%. Anu managa bizani qattandirib qo'yib o'tiribdi. No, lekin bunaqa bo'lishiga qaramasdan biz ovqatlay olishimiz kerak. Bu nima sendagi? Bu mendagi marshmallow. O'rmon qo'rqinchli, shuning uchun shirin narsa yeb o'tirgim keldi. Qani yechi qilib pishganini? Buni ustida yeysan hamda olasiz, ichini qarang. Oy, qani yechi qilib? Bar tam o'zgarmaydi, marshmallow bab yoqmishmiz. Yoqdimi hozir? Da, yoqdi. Do'stlar, ko'rib turganlaridek, biz umuman qo'rquv haqida o'ylamasdan maza qilib ovqatlanib o'tiribmiz. Lekin o'rmonga qorong'u tushayotganini esdan chiqarishimiz kerak emas. Ya'ni bizga o'sha yovuzlar aytishi bo'yicha hammasi o'rmonga kechqurun tushgandan keyin boshlanishi kerak edi. Va shonuriylar o'rtoqlar, juda bizani shokka tushiradigan voqealar bo'ldi. Men to'g'risini aytsam, bu videoni ko'rmagan ko'zdan sotib olishga qolardim. Chunki bu videoni qaytib ko'rish juda mazza. Ayniqsa agarda hozir siz videoni hali davomini ko'rmagan bo'lsangiz, mazza qilib ovozini baland qilib ko'ring. Menimcha uncha-muncha ujiz kunida ham bunaqa bo'lmasa kerak. To'g'risini aytaman, aynan shu voqeadan keyin
men juda qattiq qo'rqib ketganman. Va do'stlar, shunaqa qilib biza yumshoqqina ovqatlanib oldik. No, men bilingan bilan qorni qanaqa ovqat ozatdi, lekin kechqurun juda qo'rqinchli. Shuning uchun ham men qo'limda fonar bor, mana qarang. Bof. Prosta atrofga qaraymiz. Shu zona o'tdi-ku. Voy! Все, o'rtoqlar, endi hech kim yo'q, lekin bilmayman, bizani nima qotib o'ylab. Voy, o'rtoqlar, qorong'ida nima qilish bilmayman. Bugun uxlamaymizmi qilib? Yo'q, voy, bizani maqsadimiz kech tushgungacha o'rmonda yashab qolib, kechqurun bo'lgandan keyin Sardorni olib qochish. Yo, qara, hech balo ko'rinmayapti. Ertalab hech narsa qila olmagan, hozir qorong'ida Qarang, ertalab bizda xarita yo'q edi, hozir bor. Va bizda fonar bor. Yo, hozir kamerani fonarida ko'ryapman-da. Kamera fonarini o'chirib qo'ysa bor-ku, nifiga hech narsa ko'rinmayapti. Ha, prosta o'chirib qo'yamiz, qarang. Mana bu xarita qarang. Biz bu Mamletdan kirdik, taxminan mana shudamiz. Bu yoqqa yurishimiz uchun biz bu tarafga qarab yurishimiz kerak. Sardor o'shatdi. Qarang, endi shu yoqqa metka qilgan-ku. Hop, yo'lga chiqamizmi? Ham qo'rqaman, no, tezroq bitirib ketgim kelyapti. Ha, aka kechqurun uxlab qolmaydi. Men ovozlarni qarang. Prosta parast qilgan. Jim turibdi-da. Tingir boy qo'yib qo'ygan qo'ng'iroqchalarimiz jinglasa ham qanaqa qo'rqib ketadi odam. Brat, u 100% qo'ng'iroq jinglatmoqchi emas. Hamla qilmoqchi. Bo'ldi, nima qilamiz endi? Sardor topamiz xarita bo'yicha. Ketdik. Voy! Eshitolsanmi? U bizani eshitdi. Tezroq ketdik qidirishga. Do'stlar, bilib olmayapti kim qattaligini. Qo'limga perchatkalar kiyib oldim, sovqotmaslik uchun. Juda ham bir o'zimni sevaman. Eng qizig'i bor, ana yesozdan poylab yurdi shami. 100% bu, aniq. Anqir maqsad qil. Yugurmang, brat, yiqilib tushasiz. Qo'rquv yo'q. Oldimdan chiqadi. Voy, bulet, ey. Yey! Bilet, stop, qattamiz akalar. Ketmaylik, uzoq qil, iltimos, qo'rqaman. Sen topib borarding-ku. Qani top endi. Ko'raylik. Qo'rqitma, chuchqoq. O'rtoqlar, bizga yangi topshiriq kelibdi. O'rmonda sirli qutilari bor va siz mana shu sirli qutilarni alohida topib, ichidagi topshiriqlarni bajarishingiz kerak. Shunda chodirda paydo bo'lasiz. Bilay, как будто qorong'ida o'rmonda adashib qolishimiz bilganda-ya? Yo'q, 100% poylab turibdi. Chunki adashib qoldim dedim, res kesimiz keldi. Shuncha narsa kerakmi? Sen jinnimi? Sen o'zing 10 million berib, o'zing darknetga qo'rqitadigan, shuncha muammo. Okey, qara, 1 metr nariroq ko'rinmayapti. Hozir biz qanaqa sirli qutini topamiz? Qarshi, mana sizga fonar. Mana shu fonardan yordamidan foydalansangiz, sizga yordam bo'ladi. Mengachi. Senga mayli, men fonar. Tipa, menga okey fonar kiramiz. Muhimi, chodirda ko'rishsak bo'ldi. Ketdik, ajralamiz. Hozir nima ajralib, hamma bitta qidirish kerak. Ha? Ye. Oh! Men birinchisini topdim. Nima? Qog'oz, ichidagi qog'oz. Bir kishini qalin arqonga 10 minutga bog'lab qo'ying va o'zini yolg'iz qoldiring. Yo'q, siz qolasiz. Jigarsiz topdingizmi uni? Kim topdi buni? Gamitaga qarashing. Ha, bog'laymiz, lekin ketamiz. Qaytib kelasizlarmi 10 minutdan keyin? Yo'q, ham alohida yurish kerak bundan bu yog'i. Jigar o'zing o'targansan bo'lmas. O'tgan choy foy qilamiz, xo'p? Yo'q, qaranglar. Manak bizga va'da beryaptiki, bizda 100% chodirda paydo bo'lishimizni. Faqatgina u uchun biz o'ynayotgan qilsak bo'ldi. Baribir adashib yurgandan ko'ra qolib yotganini qilaylik. Okey. No, o'ylashim bo'yicha o'ldirib qo'yimiz kerak. Va shunaqa qilib biz Maqsudni daraxtga bog'lab oldik. Chiqib ko'rish qani? Chiqib qolmayman umuman. Все, bo'lmasa qol. Lekin bir o'zim tashab ketmanglar. Qorong'u o'rmonda. Sen prosta o'zingga ishon va arqondan sekin chiqib ket. Ataylab, qara. Mana shunchasini bog'lamaydi ataylab. Qara, chiqib ketishing oson bo'ladi. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma. O'zbeknikichiga O'risi kushiga. bo'ldi, ketdik. Okey, bo'pti Gamitaga. Sen u yana, men bu yana. Lekin mana shu tarafda chodir ishoning. Ikkalamiz bundan borsa topamiz chodir. Okey, bo'ldi. O'rtalar realni qo'rqib ketaman chunki birinchidan sovuq qattiq bosim qotdi. Ikkinchidan qanaqadir bo'ri yoki kuchlilar ovoz kelyapti. Prosta eshitinglar. Ana uni benzopilasining ovozi ham kelyapti, eng qizig'i. No, men xursand bo'ladigan narsa shundaki, men chodirga yo'lni bilaman. Shuning uchun ham 100% yuraman, chodir mana shu to'g'rida. Xullas, men bu arqondan chiqib ketishim kerak. Agar o'rmonda bir o'zim qolib ketaman. Hey, Oy! Maqsud! Bilet oldiga borishga qo'rqaman, hamma chodirda ko'rishamiz degandi. Yebbayt baqiryapti. No, okey, bitta logichli narsani o'ylab ko'rsa bo'ladi. Agar uni yonida bo'lsa, u bekordan bekor baqirmayapti. U bittada. Menga hozir o'chirib kelmaydi. Takshi men bemalol yursam bo'ladi, что uni qiynab, muchit qilib balobatlar qilguncha. Mana bu la'natlangan narsasi bo'lsa kerak menimcha. Har doimgidek tuz, o'rmon ruhini chaqirish. Shag'am va tuz bilan nimani chaqirish mumkin yana, tushunasizlarmi? По-любому kimdir chaqiriladi. No, okey. Tuzni ochib, kruk qilib olamiz. И kruk qilgandan keyin shag'amni yoqamiz. Billa, Maqsud jim bo'lib qoldi-da, qo'rqityapti bori. Endi men bu shag'amlarni yoqish kerak. Ikkitasini yoqaman, menimcha yetsa kerak. Kruk ichiga kiramiz, bu bizani bashnamiz.
kutishdan boshqa chora yo'q hozir. Faqat kutaman. Kelishi bilan qochaman. Chag'amda shunaqa narsa bor, yonganda bor. Bundoq qilsanglar ko'z yoshga o'xshatib qoladi deb. Yebat! Pashop deyman. Gitmoqqa bilan. Qo'yib olmaslik. Bola! Hech kim ovozi yo'q. Oldi tort bor ekan. И что такое? Tortning yuziga beja degan topshiriq chiqsa. Xo'p, ichida qog'oz. Qabristondagi uzumdan tort yeb ol. Shunda mana shu tort qabriston uzumidan. No o'ylashmoqchi, Libovda tort sotadigan joydan olib olgan. Nima bu? Realni qanaqadir bema'ni narsa. Bilan kimdir bo'qiradi aylaganman. Raqamlar chodirga qarab ketdim. Bolalarni bilmayman qatariga. O, mana chodir. Mana chodir. Ye? Bolam o'zi ishlayapti. O, ol yaqinda. Bola bog'lanib turibdi. Qani? Keling. Nima bo'ldi? Jinnimizlar ovqatlar qazlashasizlarmi? Qani xo'p. Короче, ani mazgi sudrab, shotga kelib boylab ketdi mana. Qo'lingni voy bilan. Maralniki qara qo'lini qarab ko'zlab ketdi. Yo, men sizlarni baqirganingizdan sizlar o'lib ketiradi deb o'ylayman. Yomon baqirdinglar. Yomon sudradi, orqam kirmasinmi? Yo'q. Lekin qarang. Men o'zim shunaqa yordamsiz, ya'ni tipa podskaskasiz bu yerni topib keldim chodir. Adashib qolmas ekanmiz bilan. No, okey, to'g'ri aytibsan, xo'p. No. To'g'ri aytibsan. No, qiynalgan biz bo'lib qoldik. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz yana Sardor qidirgani ketdik. Chunki ertalabgacha bu o'tira olmaymiz. Boya xuddi mashtarib yurib adashib qolgandik. Davayt o'zi faqat to'g'ri yuramiz va shunda o'ylashim mo'j yo'l topamiz. Aytsa, anu o'tgan gaplarni qildik, всё-da, normalni. Ha, вот mana kelmayapti-ku. O, suyak. Nimani suyagi? Ha? Nimani suyagi? Najay что не odamniki emas. Muhammad do'stlar, просто to'g'riga qarab yuramiz, bitta topamiz. Всё. Sardor! Ellik antag'anada o'zi ishtiribdi menga ishonginglar. Hozir boydan balalashib boradi. Просто boraylik, давай. Sardor! Sardor! Bizdan boltimiz ushlab tur. Boltimni yoz tashib ketdi, ko'rdingmi? Nima bu? Mashinani bagajida. Nima? Yo, to'xta, nima mashinani bagajida demoqchi? 100% Sardor, boshqa kim bo'lishi mumkin? Demak, hozir prosta yuguramiz. Birinchi bo'lib, bir chodirdan quyondan olamiz. Mashina bagajida bo'lsa, hech kim mashina bagajida Sardor chiqarib qochamiz. Bu Tezroq ketaylik. Oyog'im sovqatib ketdi. Sardorni ham topamiz, uyga borib uxlaymiz. Uyga borib uxlashim gapmi? Issiqqina vannadan keyin, ha, bu sovuqdan keyin. Oyog'ini vanna qilib. Va ana o'rtalig'imizda chodirdan narsa olsak bo'ldi. Imomiyatdan ham bironta kerak narsa olaylik, nima kerak sizlarga? O'rtoqlar, prosta Quyonjon! Ne bilan olib bo'ldi, ko'ryapsizlar? Bu mana mashina. Stop. Mashina kimda tegibdi? Birinchidan qog'oz, orqasi cho'lay mana. Hamma bagaj ochaylik, bagaj. Ha? Xullas do'stlar, Sardor o'rmonda yo'q. No, lekin bizga hozir aytish bo'yicha umuman boshqa lokatsiyada Sardor. Va bilmayman, u qanaqadir tashandiq qabristonmi yoki qanaqadir tashandiq binomi? Bilmayman qatligini, lekin u yoqqa borsak, 100% kechqurun mashinalar bizani qiynashadi. No, bilmayman, men borgim kelmayapti, men qo'rqaman. To'g'risi. Nima qilamiz? Qarang, o'rmonda emas, hozir o'rmonda shuncha bekorga qiynaldik, hozir. Bu qiyinchilikda shosmi? Lekin biz buni videoga olamiz, bilmaymiz video yedimi yo'q. Daytsa mana kelishamiz. Mana shu videoga 88 mingta like yig'asizlar. Va aynan mana shu videodan menga rovna 20 mingta yangi obunachi keladi. Yangi obunachilar men pastda kommentariyada yozib qo'ygan bo'laman. Shu nechta kelganini men o'tib ko'rishim mumkin. Obuna bo'lmasa obuna bo'lib qo'ying va like bosing. 88 mingta like va mana shunaqa dahshatli videoni yangi qismi. Umuman boshqa lokatsiyada. Bilmayman, tashandiq qabristondanmi, tashandiq binodanmi, qanaqadir tashandiq 100% qo'rqinchli joyda bo'ladi. No, lekin bugungi shuncha harakat bo'lsa bekor ketdi. No, bilmayman, Sardor nima qilishyapti? Ertaga so'z harakat ko'ramiz. Buni videosini esa shartli boshlagandan keyin like va obuna bo'lgandan keyin chiqadi. No, bitta narsa kayf qildim. O'rmonda birinchi marta bunaqa holatda bo'ldim. Zato Sardorni qidirish bahona maza qilib oldim. Menimki maza qildim. Adrenalin prям chotki bo'ldi. Oxirida topishimiz kerak edi, shonsmi? Ну да, do'stlar, ko'rib turganingizdek, biz baribir Sardor topamadik. Lekin mana, hozir aynan shu videoni yozayotgan paytim biz Sardorni topdik. Ya'ni ertasi kuni biz aytolmayman-da endi. Juda qo'rqinch joyga bordik va juda jirkanishli bo'ldi o'rtoqlar. Lekin bu video haqida gapirishga hozir juda ham erta. Chunki o'rtoqlar qarasa like-ni bosmadinglar. O'ylashim bo'yicha obuna ham bo'lmagansizlar. Shuning uchun ham davayt o'rtoqlar shartlar atiga ikkitagina. Agar sizlar mana shu qiziqarli va biz qiynalganimizni o'rtoqlar to'rchindinglar, men o'g'il bo'laman. Kimgadir qo'rqib, baqash qilib shiylik yurganimni ko'rish menga qaysimadi uyalaman. Lekin agarda sizlar mana shartni bajarsanglar, men sizlarga mana shu videoni chiqaraman. Shartlarni o'zingizlar bilasizlar, o'rtoqlar. 88 mingta like bosib qo'ying va obuna bo'ling. Obuna bo'lsa ko'rib juda ham ko'payib ketadi o'rtoqlar. Hamma obuna bo'lib qo'ysin. Aynan mana shu videoda 20 mingta obunachi kelsa, biz bu videoni davomini chiqaramiz. Hamma suratga olinib bo'lgan.
просто sizlar shart bajarasizlar va reyting dom chiqara olamiz. Shunaqa gaplar do'stlar, aktiv bo'linglar. Antovskiy.